we have such power and we have such right to do so. Şu vaqtida bu Babur maqsad tuzumshal qilishni plan qilsangiz, ana shu muxbir, bu jurnalist ishni g'ishnat deyman. Maslahatlarni bergan bo'ldi. Stockholm shaharlik sud mahkamasining 2010 yili 8 martda chiqargan B89-76-09 nomorliq sud xotirasidagi ba'zi tafsilotlar ayni vaqtda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasining Odil Hekimjon delosi haqida butun kuchi bilan axborot to'plashga uringanligini oshkora qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Skandinaviya elleridagi jasuslik to'ri ayni vaqtda Guantanamo turmasidan tunji turkumda gunohsiz deb qo'yib berilgan Odil Hekimjonni o'g'lash va uni Xitoyga qaytarib olib ketish planini tuzgan. SAPO, ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining ayni chog'da Xitoy elchixonasiga chetilgan jasuslik delosini tekshirishga mas'ul xodimlarning yaqinda oshkorlashicha, Xitoy taraf Shvetsiya hukumati Guantanamodan qo'yib berilgan Odil Hekimjonga siyosiy panohlik bermaydi deb hisoblagan. Personer av uigurisk härkomst var klassad som terrorist. Shu vajidan Xitoy elchixonasining diplomatiya xodimi qiyofatidagi Jo Lolo bilan uning muxbir qiyofatidagi eri Leyda Stockholmning Roxfield mahallasida o'ltirishliq 62 yoshli Uyg'ur jasusni ishga solib Odil Hekimjonning delosi haqida axborot to'plashga boshlaydi. Bu Xitoy biz bekor yapgan bilan jim uxlab yotgan bilan Xitoy biz uxlab yotmaydi. Cho'qim bizni aramizda bor deb o'ylayman, ammo madamdan o gumon qilmoqda. Odil Hekimjon intayin afsuslik ichida ayni vaqtdagi ahvollarni mundaq aslama qiladi. Bu kishi nima Shvetsiyaga kelgandan keyin Shvetsiyada Uyg'ur ma'ruf jamiyat bor ekan. Bu jamiyatningki haftada 2 kun bir diniy dars, diniy suhbat o'tkazilgan bir programmasi bor ekan. Men ham shu yerga bordimda, kelib bir necha kundan keyin shu shanba kunlikda bo'ldi ekan bu dars. Bu darsga borsam shu yerdagi diniy bolalar, chunki shuni qatorda bu bir maqsad shu yerda bor ekan. Shu yosh bolalarni eng yeshi cho'ng odam mush ekan. Ham shu darsni berish jarayonida lokalda tanishdi bu odam. Adlı Hekim kardeşimiz Albaniya'dan Amnesty International'ınki bir yığınıga toplamda ötküzülgen yığınıga mihman sifatida vekil olap işe geldi. Abdullah Köhyar Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining ayni vaqtdagi sobiq raisi bizning bu vaqtdagi savollarimizga tuvandagi aslimasi bilan guvohlik berdi. Egen Günüstülanma advokati talep sunup iltica kılıvetti. Şu vakitte Uygur Mağrif Uyuşması deyen men Şvetsiya Uygur Komitesi'nin Abdüşşükür Akan tercüman Zulfiye katladık. Uygur biz adlı kimliğin nimesiga bağdık. Elxuy degen rayonda ötküzülmüşken. Şu mezgilde bu Babur Maqsud degen bu eden Şvetsiyada mesela istihbarat urullarıyla menimki yaxşı alaqam var. Adil hekimninki bazı kılanmaydığa iştirası ama desamından kılıp iken, kılalaydı ki bunu. Hep üzüne açtaq bir işli kuldun kıldıqallığını bana etkan oldu. Odil Hekimjon ayni vaqtdagi ahvollarni mundaq aslama qiladi. Mana shu lokaldagi vaqtimda men bilan alayda ko'rishib, bizning ishimizga bir Guantanamo jetgan bolalarning ishlariga o'zinikini aytdi, diqqat qilganligini va ko'ngil bilganligini, nahaqasha yetib jafo topganligimiz bizga o'zinikini ichimg'anliklar to'liqmishlar gaplarni qilishdi. Ammo bu yosh bolalarni siz bir to'g'lam cho'ng odamga shu siyada qiylar oldi. Obdan yaxshi qilsa, yaxshi odam o'xshaydi. Bu yerga bolalarni yaxshi tanishir ekan. Voy Baburka deb har qanday so'rovlar bu odamni taklif qilgan. Uylarga borib kelib qo'ygan bolalarniki bu. Undanmi bizni ishlash qilib, o'zimizga shu beshimizda o'tgan ishlarni, biroq so'zlagan bo'lib vatan oila ahvollarini so'rdi. Ularni dedim. Uygur Mağrif Uyuşması'nınki şu qo'sh haftalık suhbat programmasi bo'ladi. Hozirga qadar davomlashib kelaylik. Abdullah Kökyar efendi yana o'zining guvohlik aslamasida mundaq bir detalni to'liqlama qiladi. Bu Babur Maqsud shu vaqtda gap chiqarib, hozir Odil Mishay keldi, 2 hafta bo'ldi. Endi vatanda bolasi varmış, 3-4 nafar.
onun pul gerek diye kaplı dinası evet emrisi set durdu. Hazır Adil'ninki işte Şivisiye'ye hoş geldiniz diyen bir konuğumuzni illaslık yetkizmiş için emrimiz pul cemlep yanı kılmaylı mı? Hep şu vakti o adam birinci olap başlamış olap 500 koyun üstü koydu. Şu hazır oylap baksak bu adam cemaatin konuğunu tutuş. Şu mezgilde Adilcan'ın konuğunu tutuş adlığı yakınlaşış taktikisindeki tunca kadim eken tutuşu. 2008 yılının fevral aylarında Şvetsiya Köşmenler İdaresi Adil Hekimcan'ın siyasi panalık iltimasını rədd qılıdı. Bu ahval Xitoy doiralarining uni qo'lga tushirish, fursat kelgan hamon Xitoyga qaytirib elib ketish planini texmi kuchaytirdi. Uyg'ur jasus Xitoy elchixonasining topshirig'i bilan Adil Hekimjanning hamma ishlarini bilishga tirishadi. Şvetsiyadagi Xitoy jasuslarining Adil Hekimjanning siyosiy panolik delosiga shu qadar qiziqishi va bu haqda maxfiy turda axborot to'plashi Shvetsiya davlat xavfsizlik tarmoqlarini yanada sagihlashtirdi. Shvetsiya hukumati Adil Hekimjanning siyosiy panolik delosining amaliyotda Xitoy bilan Shvetsiya orasidagi bir maydon diplomatik kuch sinishishga aylanganligini cho'nqur his qiladi. Birinchi qatimliq sotda Adil Hekimjanning siyosiy panolik iltijosini rad qilgan. Hatto Adil Hekimjonga siyosiy panolik berish uchun oldi bilan Shvetsiya parlamenti davlatning ko'chmanlar qonuniga o'zgartish kirgizishi kerak deb turgan. Shvetsiya ko'chmanlar idorasi bu qatim o'z qarorini keskin o'zgartirdi. Ardın bir yıl 2 ay ötkende, yani 2009 yılı 4. ayının 29. günü Şvetsiya soti Adil Hekimjanning siyasi panolik iltijosini qabul qilganligini jakalaydi. Şvetsiya Köşmenler İdaresi mu sotning hukmiga asosan Adil Hekimjonga mangulik o'ltirim berdi. Bu Xitoy hukumati asla o'ylab baxmagan, shundaqla hech qachon kutmagan natija edi. Şvetsiya soti Adil Hekimjanning Shvetsiyada mangulik o'ltirim huquqiga erishganligini e'lon qilib 10 minut o'tganda 62 yoshli Uyg'ur jasus Adilga telefon qilib bu xabarni anglaydi. Babur, o hükümetler şu Babur'unki men bilen süzleşken hamma arxivlar bakiyalarni qildi. Ikkinchi qatimliq sotda ruxsatdan chiqdi da, chiqqandan keyin hamda odam yana telefon qilib, shu ruxsatdan chiqqan, maqsad chiqmagan. Hamma ishlarni shu mendan deb nimaga Xitoy konsulligiga Xitoyga yetkazgan kabi. Sapo, yani Shvetsiya davlat xavfsizlik soqchilari dal shu minutda jasusning ko'chadagi ommaviy telefon orqali muxbir qiyofatiga kirib olgan Xitoy jasusi Leydaga bu uchurni ma'lum qilganligini maxfiy anglaydi. Kutilmagan bu xabardan hang-tang bo'lgan Leyda telefon trubkasini qo'yib turib, Uyg'ur jasusdan bu rasmi degan savolni 3 qatim qayta so'raydi. Sapo xodimlari shu vaqtning o'zida yana jasus Leydaning bu xabarni kodliq so'zlarni ishlatib Xitoy elchixonasidagi ayol diplomat Jologa yetkazganligini, uning shu kunila bu xabarni yana Beijingdagi katvaşlarga ma'lum qilganligini uqib turdi. Shundoq qilib, Guantanamo turmasidan qo'yib berilib, Albaniyaga yerlashtirilgan Adil Hekimjanning 3-chi davlat bo'lgan Shvetsiyadagi siyosiy panolik iltijosi muvaffaqiyatga erishdi. Xitoy bilan Shvetsiya o'rtasidagi Adil Hekimjanning delosini nuqta qilgan bir maydon iz-tupaksiz diplomatik kuch sinishish to'qinishi oxirida Xitoyni quruq qo'l qoldirdi. ...62 yoshli Uyg'ur jasus o'zining muhim nishonlaridan biri bo'lgan Adil Hekimjanning delosi haqidagi vazifasini tamomlab, diqqatini boshqa nishonlarga qaratdi. Qadarli radio anglag'uchilar, yuqorida Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan zo'r jasuslik delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining kutilmagan natija mavzuliq 4-qismini anglandinglar. Qutlandan anglawatsizlar.
mazkur hujjatlik radio programmasining 5-qismi keyingi haftada davomli huzuringlarda bo'ladi.